Salom, mening ismim Sirojiddin. Hali bitiruvchi ham emasman. Bugun Akfa Holdingdagi yirik loyihalarda faol ishtirok etyapman. Atigi bir necha yil avval men oddiygina bir abituriyent edim. Central Asian University Business maktabining yuraklarida katta orzular, ulkan maqsadlar va hayotda foydali ish qilish istagi bilan yurgan yosh yigit. Ana shu ishtiyoq menda o'ziga ishongan mehnatkash talabaga xos kuchni shakllantirdi. Birinchi kursimda men Harvard Business Case Completion haqida eshitdim. Bu birinchi bosqich talaba uchun imkonsizdek tuyulgan, lekin men qatnashdim, tinmay ishladim va natijada biz 3-o'rinni oldik. O'sha daqiqa hammasini o'zgartirdi. Bu g'alaba menga yangi eshiklarni ochdi. Coca-Cola kompaniyasidan tortib Akfa Holdinggacha bo'lgan yo'lni. Men Akfa Holdingni tanladim. Bu joyda innovatsiya, imkoniyatlar uchrashadi. Dastlab ta'minot bo'yicha amaliyotchi sifatida ish boshladim. Oradan ko'p o'tmay biznesni rivojlantirish va xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis lavozimiga ko'tarildim. To'liq stavkada ishlash, ham bir vaqtda o'qishni davom ettirish oson emas edi. Bu menga butun diqqat, vaqt va kuchni talab qildi. Ammo CEO'da o'rgangan barcha narsalarni Akfada amaliyotda ishlatdim. Atigi 2 yil ichida men professional qarashlarimni shakllantirgan loyihalarda qatnashdim. Men Germaniya, Turkiya, Qatar, Ummon, Italiya, Xitoy va Saudiya Arabistoni va boshqa ko'plab davlatlarda bo'ldim. 3-kursimda esa jamoam bilan birgalikda 15 ta universitetdan 120 ta jamoaga qarshi bellashdik va biz xalqaro Business Case Competition'da g'olib bo'ldik. Bu g'alaba bizga haqiqiy amaliy tajriba, xalqaro e'tirof va hatto Ozarbayjonga xizmat safarini taqdim etdi. Hozirgacha erishgan har bir yutug'im 2 asosga tayanadi. Menga katta orzularni o'ylashni o'rgatgan Central Asian University, o'sha orzularni amalga oshirishga imkoniyat bergan Akfa Holding. Bugun men faxr bilan ikkisini ham ifodalayman. CEO talabasi sifatida, Akfa Holding jamoasining a'zosi sifatida. Mening ismim Sirojiddin va bu hali boshlanishi.